Ikkinchi, quritish uskunasi. Bu uskuna oziq-ovqat mahsulotlari uchun mo'ljallangan. Bunda siz har xil oziq-ovqatlar, masalan, go'sht, olma, banan va shunga o'xshash mahsulotlarni quritib, undan keyin upakovka qilib sotishingiz mumkin. Bu sizga katta miqdordagi assortimentlarni quritib sotishga yordam beradi. Nonushtaga myuslidan tortib, foydali snacklargacha. Uskunaning narxi 5 million so'mni tashkil qiladi. Uchinchi, avtomat upakovka uskunasi. Bunaqa apparat mayda mahsulotlar uchun mo'ljallangan bo'lib, uni kichik paketchalarga upakovka qilib beradi. Upakovka qilish formasi va uni hajmini nastroyka qilish mumkin. Uskuna katta joylarni talab qilmaydi. Buni siz uyingizning bir burchagiga o'rnatib, kichik ishlab chiqarishni amalga oshirishingiz mumkin. Uning narxi 10 million so'mni tashkil qiladi. Uskuna oziq-ovqat mahsulotlari uchun mo'ljallangan. Masalan, choy, preparava, urug'lar va yong'oqlar. To'rtinchi, shashlik ishlab chiqarish uskunasi. Xitoyliklar o'zbeklar shashlikni yaxshi ko'rishlarini payqab qolgan shekilli, darrov shashlik ishlab chiqarish uskunasini ixtiro qilishibdi. Uskuna 30 dan ortiq sabzavot va go'shtli barbekyularni tayyorlay oladi. Bu uskuna kafe va restoranlar egalari uchun ajoyib innovatsiyaga aylanadi. Shuningdek, ishchi kuchi kam sarflanadi. Bu kafe egalari uchun maoshlarning ekonom bo'lishiga olib keladi. Uskuna narxi 13 million so'mni tashkil qiladi. 5. CPU universal uskunasi. Bu uskuna yog'ochni kesish, o'yish va qayta ishlash uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari metall, mramor va plastik materiallar bilan ham ishlay oladi. Uskunani juda ko'p sferalarda ishlatish mumkin. Bu masalan, reklama mahsulotlari, mebellar, o'yinchoqlar va yog'ochdan har xil materiallar. Uskuna narxi 25 million so'mni tashkil qiladi. 6. Xamirga formalash uskunasi. Agar uyda o'tirib daromad qilishni xohlasangiz, bu uskuna aynan siz uchun. Bu uskuna uy sharoitidagi yarim tayyor mahsulotlarni tayyorlash uchun mo'ljallangan. Uy sharoitidagi ishlab chiqarishni tezlashtirib beradi. Masalan, bunda siz pelmen, manti va boshqa yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarasiz. Uskuna kompakt hajmda bo'lib, sizga ko'p yillar xizmat qiladi. Uning narxi 13 million so'mni tashkil qiladi. Bu sizning uy sharoitida bemalol kichik biznesingizni tashkil qilib, bundan daromad ko'rishingizga birinchi qadam bo'lishi mumkin. Sizga qaysi uskuna ma'qul kelganini kommentariyada qoldiring va biz eng ko'p tanlangan uskunani batafsil video qilib chiqaramiz. Agar sizga ushbu uskunalar kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning, biz sizga yetkazib beramiz. Shuningdek, siz ham AliExpress orqali savdo qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, ekranlarda Telegram linkini qoldiramiz. Biz bilan bog'laning. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.